Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan o'sha mashhur bizani xursashli baqlajonimizni ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladi baqlajon, pomidor, bezeklari uchun rukla bargimiz, jo'xorini kraxmali, fitaksi, ustiga kunjut va tuzli suvimiz kerak bo'ladi. Muzdek tuzli suvimizga 5-10 minutga solib qo'yamiz. o'n minut vaqtimiz o'tdi. Endi buni jo'xori kraxmaliga yaxshilab burg'alab olamiz. Baqlajonlarimizni qizib turgan yog'ga solib qovurib olamiz. Sousga aroyde sousini solamiz. Teriyaki souslarimizdan foydalanamiz. Buni endi yaxshilab aralashtirib, tarelkaga solamiz. Bash baqlajoningiz mayli. Endi buni atrofiga fitaksalar qo'yib chiqamiz. Beze uchun balzamik kremdan foydalanamiz. Oxirgi ishimizni kunjut bilan yasatib olamiz. Usmon, vilka bilan kel. Mazasi bormi ota? Kelinglar sizlar ham Rayhon milliga.